sohil bo'ylab qad rostlagan zamonaviy saylgoh, keng piyodalar yo'laklari. Zardo tajribasi endi Qorasuvda yaxshi bilasiz, bu yerga kelganlar biladiki, tashlandiq sohil, qarovsiz, jinlari yoritilmaydigan ko'chalar endi aholi kechki payt bemalol farzandlar bilan sayr qiladigan manzillarga aylandi. Rejaga ko'ra 9 kilometrlik masofa xuddi shunday obodonlashtirish kerak edi. Ayni vaqtga qadar 2 kilometrga yaqin bo'lgan Qorasuv kanalining bo'yi hozir odamlar maza qilib sayr qiladigan manzilga aylandi. O'rta Chirchiq mening g'ururim, ko'zimning qunaq parlaq nurisan. Mayin kuytaralar oqshom paytida, yurak ayrar sening har bir baytingda. O'rta Chirchiq aziz makonim, senga baxshidadir tanub jonim. Chirchiq eli har dam bo'lsin shod, sen bilan vatanim bo'lur yanada obod. Sokin sabolaru o'zbekcha uslub, bu shirin taronalar dilingga mahbub. O'rta Chirchiq mening g'ururim, ko'zimning qunaq parlaq nurisan. Mayin kuytaralar oqshom paytida, yurak ayrar sening har bir baytingda. O'rta Chirchiq aziz makonim, senga baxshidadir tanub jonim. O'rta Chirchiq mening g'ururim, ko'zimning qunaq parlaq nurisan. Mayin kuytaralar oqshom paytida, yurak ayrar sening har bir baytingda. O'rta Chirchiq aziz makonim,